Salom do'stlar, sizlar bilan Shoh Gamer kanali. Bugun sizlar bilan telefonda Bedwars versiyasi. Bu nimalar? 5000 gigabayt buni olish qiyin. Internetlik o'ynaladi, lekin internetsizlik ham bor ekan do'stlar. Sizlarga hozir shuni ko'rsatib o'tamiz. Birinchidan Telegramga kiramiz do'stlar. Botga kiramiz, yozishga kiramiz. bot deb yozamiz. Mana botda birinchida chiqib turibdi, ilova bot. Mana do'stlar ko'rsataman sizlarga. To'xtanglar. Katta harf bilan yozilgan. ilova bot. Ikkinchisi mana do'stlar chiqdi. Men botda ko'p nimalar yuborib qo'yibman. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Mana bu yerga kirasiz do'stlar. Mana bu yerga kirasiz. Hozir do'stlar ko'rsataman. Mana bu yerga kirasiz. Shu yerga kirganingizda oxirida Minecraft deb chiqadi. Chiqmasa boshida mana bunday chiqadi-da. Keyin bu yoqqa o'zgartirishingiz kerak. Oxirida mana Minecraft deb chiqadi. Men yuklab olganman. Sizlar bemalol yuklab olishingiz mumkin do'stlar. Mazza qilib internet o'ynaysiz. Hozir do'stlar sizlarga o'ynab ko'rsataman. Internetimni yuboray. Do'stlar, butayam mana internet yo'q, ko'ryapsizlar do'stlar. Menda kam to'lib ketgan, shuning uchun nima qilmayapti. Mana do'stlar, bu yerga kirib o'zingizlaringiz nima qilib olishingiz mumkin. Mana do'stlar, ko'rdingizlarmi? Bu yerda hozir men skilim topamiz do'stlar. Hozir men skilim qani edi? Do'stlar, mana meni skilim. Xuddi shu mana bu kiramiz. Ot yozishga. Mana bu yerga do'stlar. Shoh Tele deb yozamiz. Shoh Tele. Do'stlar. Mana ketsangiz, bu yerda yangi zol olsangiz, dunyo olsangiz, buni tanlaysizmi, buni deysiz. Buni tanlab bo'lmaydi. Lekin buni tanlaymiz do'stlar. Mana buni tanlasak chiqadi do'stlar. Mana mod o'rnatishim mumkin bemalol do'stlar. Mana do'stlar, mana jonsiz zollik qilish mumkin. Mana telefondagilar uchun judayam yaxshi-da. Mana shunday video olsangiz, narsalar ham ko'p. Do'stlar, mana sizlarga nima qilib kirib ko'rsatib beraman do'stlar. Mana do'stlar, bu inventarga qaranglar. Hozir ko'rsataman do'stlar. Mana shunchaki narsalar do'stlar qo'shilgan. Mana bu yerda
Ana do'stlar. Ana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda shalkalar ham bor. Shalkalar ham bor do'stlar. Mana bu katta elitra bor. Kalkon ham bor. Mana bu yerda oxirida kalkon qo'yiladi. Kalkonni qo'shganlar, qo'shmaganlar. Lekin kalkon bor. Shuning kalkon qo'shganlar deb o'ylayman. Mana katta nimalar bor. Kravatlar xil-xili bor. Bitta elcha ham bor shuning uchun. Ko'zlar mana bu yerda oxirida turibdi mana. Mana ko'rdingizlar, bu narsalar zo'r. Judayam foydali narsalar do'stlar. Mana chistay avvalgi versiyalar. Lekin takomillashgani. Ana nimada yaxshi? Minecraftdan yaxshi. Minecraft bu. Judayam zo'r bu. Mana shunda video olaman men. Do'stlar, endi mana shunda video chiqaramiz. Xohlasa do'stlar. Shu yerda sizlar bilan Shoh Gaming kanali bo'ldi. O'tgan videolarimni ko'ringlar, judayam zo'r chiqqan. Sizlar bilan Shoh Gaming kanali bo'ldi. Xayrlashib qolamiz do'stlar. Like va obuna bo'linglar. Xayr.